Voy yana kelinlarning mavzusimi a? O'tirdinglar kelinlardan gapirasizlar. Qani bugun sizlar bir kelinlaringlar qanaqaligini bilib oling, qani. Baho berasiz kelinlaringizga. Meni kelinlarim tilla uyim joyim deb yashasa, janjal qilmay yashasa bo'ldi, o'zlari hol ko'lankazmaydi. Ona bo'laman конечно, chunki meni ikkita qizim bor, qiziq ekanman. Tan yaxshi qiz, o'z bolamdek ko'raman, meni qizim yo'q. Voy Dilfuzaxon, asalim, kelin oldiz bir oy bo'ldi. Qanaqa endi? Voy, shunaqa mazza ekan, rohatajon. Har doim qo'lingda issiq choying bilan turadi-ya. Voy, Dilfuzaxon, katta gapirmang, asalim. Endi bir oy bo'ldi olganingizga. Hali mana qorlar yog'adi, qorlarga izla tushsin. Ota-bobolarimiz nima deyishgan? Bir qor yog'sin, bir iz tushsin, keyin bilinadi, maqtayvermang. Mana biz ham o'tiramiz maqtan. Men kelinimni yaxshiyam, yomon deyishim bilmadim-ku, lekin kelinim xuddi o'zim. Shunchalik o'xshaydiki, ismlarimiz ham bir xil. Dilnozaxonlar. Ha, sizdan so'rasak. Meni kelinlarimmi? Bo'ladi. Chidasa bo'ladi. Endi tanobini tortib turaman-da, shuning uchun ham yaxshi. Endi yaxshi deb yaxshi ham deya olmayman. Yes, the chirp